هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Tevbe tefsiri 124. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi Tevbe suresi 124. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim. Kur'an'dan birer sure nazil kılınsa, ula yeni münafıklarının arasında mesxir kılış yüzüdün. Bu yeni sure kaysınlarının imanını küçeytti deydiğinler var. Müminlerge keladigan bolsak, her surede yeni delil ispatla bolganlık için bu yeni sure ularning imanını küçeytti. Ular surenin nazil boluşidan hoşal boludu. Dillerdi kesel bağla, yani münafıklarga keladigan bolsak, bu sure ularning küfrüge küfür koştu. Yani ular münafıklıkta teximi evzeylidi. Teximi gumrahlaştı. Ular kafir piti öldü. Müminnin imanının küçüyüp ve acizlap turduğanlığı, münafıklarının şek şübhilerinin kadem aşıdığanlığı. Kur'an'dan birer sure nazil kılınsa, ular yani münafıklarının arasında mesxir kılış yüzüden bu sure, bu yeni sure kaysınlarının imanını küçeytti deydiğinler var. Müminler keladigan bolsak, her surede yeni delil ispatla bolganlık için bu yeni sure ularning imanını küçeytti. Ular surenin nazil boluşidan hoşal boludu. Bu ayet imanның küçeydiganlığı ve acizleşidiganlığını köstedigan en çoğ delildir. Şundaqla bu köp sandaki selef ve halef alimlerinin göz karşıdır. Bununla Müslüman ölümalarının hemmisinin birlikte kelgenlikini bir qancha kişi rivayet kılıdı. Bu mesele hakkında Sahih Bukhari'nin şerhisinin baş tarafında tefsili sözlengen. Dillerde kesel bağla, yani münafıklığa keladigan bolsak, bu sure ularning küfrüge küfür koştu. Yani ular münafıklıkta teximi evzeylidi. Teximi gumrahlaştı. Yani bu surenin nazil boluşu şek şübhilerine teximi köp şek şübhilerini koştu. Allah Teala bu ayette mındaq degan. Biz müminlerge, yani ularning dillariga şifa ve rahmet boladigan Kur'an ayetlerini nazil qilamiz. Kur'an kafirlarga ziyandan başqani ziyada qilmaydi. Yani ular Kur'an'ni tasdiq qilmaganlikdan ularning küfri teximi aşıdı. Mubada biz uni acem tilidagi Kur'an qilib nazil qilgan bolsak, ular albatta nimishqa uning oyatlari biz tushunadigan tilda ro'shan bayon qilinmadi. Payg'ambar arab, kitob ajamchimu deydi. U iman keltirganlarga hidoyatdir ve dilleridagi shak shubhiga shifodir. İman etmaydiganlarning quloqlari Kur'an'ni anglashdan eg'irdir. Yani Kur'an'ның da'vatiga quloq salmaganlarning ve uningdan yüz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Kur'an ularning dillariga ko'rliqdir. Yani ular hidayet nurunu görmeydi. Eni şular yiroqdan nido qilinguchilardir. Yani ular haqni qabul qilmaslikda imonga yiroqdan chaqirilgan
musofirning yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Mana bu ularning badbaxtligi bo'lib, dillarni hidoyat qiladigan narsa ularning ozg'unligiga va gumroh bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu xuddi nachar xarakterdagi odam hidoyat qiladigan narsa bilan uzoqlantirilsa, uning nachar xarakteri va ziyonkorligi texmi ishib borganiga o'xshaydi. Ular özlerining her yili bir qitim yoki ikki qitim siniladiganligini, ya'ni ular to'g'risida vahiy nozil bo'lib, sirlarining fosh qilinadiganligini bilmamdi. Ondan ular tavba qilmaydi, ya'ni nifoqdan qaytmaydi, ibratmi olmaydi. Ular payg'ambar alayhissalomning huzuridagi chaqda ularning aybini ochadigan Qur'ondan biror sura nozil qilinsa, ular bir-biriga qarshib, sizlarni birarsi ko'rib qolarmi deyishib tikib yetadi. Ular haqiqatni tushunmas qavm bo'lganligi uchun Alloh ularning dillarini o'zgartib etdi. Munofiqlarning sinildiganligi. Allah Teala mundaq deydi. Eni şu munofiqlar özlerining her yili bir qitim yoki ikki qitim sinildiganligini, ya'ni ular to'g'risida vahiy nozil bo'lib, sirlarining fosh qilindiganligini bilmamdi. Ondan ular tavba qilmaydi, ya'ni nifoqdan qaytmaydi, ibratmi olmaydi. Ya'ni ular ilgiriki gunohlaridan tavba qilmaydi. Kelgusidagi ishlari uchun ibrat olmaydi. Mujahid bu oyat haqida mundaq deydi. Munofiqlar qahatchilik va ocharchilik bilan sinildi. Ular payg'ambar alayhissalomning huzuridagi chaqda ularning aybini ochadigan Qur'ondan biror sura nozil qilinsa, ular bir-biriga qarshib, sizlarni birarsi ko'rib qolarmi deyishib tikib yetadi. Ular haqiqatni tushunmas qavm bo'lganligi uchun Alloh ularning dillarini o'zgartib etdi. Bu mu ham munofiqlarning ahvolidan berilgan xabardir. Ular payg'ambar alayhissalomning huzuridagi chaqda uningga biror sura nozil qilinsa, ular bir-biriga qarshib, sizlarni birasi ko'rib qolarmi deyishib tikib yetadi. Ya'ni ular haqdan yuz o'rib, uningdan yiroqlashidi. Mana bu ularning dunyodagi ahvolidir. Ular haq ustida ching turmaydi, uni qabul qilmaydi va tushunmaydi. Alloh Taala bu haqda mundaq degan. Ular nemishqa vaz, ya'ni Qur'ondan yuz o'riydi. Goya ular yo'lvasdan qochgan yovvoyi eshaklardir. Ya'ni bu mushriklar Muhammad alayhissalomni ko'rganda uningdan xuddi yo'lvasni ko'rib qochgan yovvoyi eshaklarda qochadi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kafirlarga nim bo'ldi-ekin, ular sen tarafga tiz kelishib, o'ng so'l tarafingga top-top bo'lib o'ltirishdi. Ya'ni haqdan qochib batılga yugurib, senin o'ng va so'l tarafingda boshlarini sangiltib, endish ichida o'ltirgan qavmga nim bo'lgandi? Ular haqiqatni tushunmas qavm bo'lganligi uchun Alloh ularning dillarini o'zgartib etdi. Ya'ni ular Alloh Taolaning so'zini tushunmaydi. Uni tushunishga intilmaydi va xohlamaydi. Balki ular uningdan yuz o'riydi va yiroqlashidi. Shunga ular ana shundaq jazoga duchor bo'ldi. Alloh Taala bu haqda mundaq degan. Ular haqdan burilib ketgandan keyin Alloh ularning dillarini hidoyatdan burib etdi. Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z aranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulpat chekishinglar uningga ig'ri tuyuldi.
u sizlarning hidoyat tepishinglarga herisdir. Mu'minlarga amroqdir, nihoyat ko'yimchandir. Ey payg'ambar, agar ular sana iymon etishdan yuz o'rsa, sen Allah menga kifoya qiladi, uningdan boshqa hech iloh yo'qdir, uningga tavakkul qildim, ya'ni Allohga yo'landim. Allohdan boshqa hech ahdidan umid kutmayman va hech ahdidan qo'rqmayman. U buyuk arshning Robbidir degan. Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatishning Alloh taoloning yaxshilik ekanligi. Alloh taolo mu'minlarga ularning orasidan ularning o'z tipidan bo'lgan va o'z tilida so'zlaydigan payg'ambar avatganligidan iborat yaxshilikni bayon qildi. Bu vaqtda Ibrohim alayhissalom mundaq degan: Rabbimiz ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib beradigan kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Alloh taolo mundaq degan: Alloh mu'minlarga Allohning oyatlarini tilovat qiladigan, ularni gunohlardan pok qiladigan, ularga kitobni va hikmatni, ya'ni Qur'on bilan sunnatni o'rgatadigan, o'zlaridan bo'lgan bir payg'ambar avatib, ularga cho'ng ihson qildi. Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z oranglardan payg'ambar keldi. Ya'ni sizlarning ichinglardan o'zinglarning tili bilan so'zlaydigan payg'ambar keldi. Bu vaqtda Ja'far ibn Abu Talib radiyallohu anhu Najoshiga, Mughirat ibn Shu'ba Kisroning elchisiga mundaq degan edi: Shek shubhisizki Allah bizga o'zimizning orasidan payg'ambar avatdi. Biz uning nasabini, sifatini, mingish turishini, rostchil va ishonchli ekanligini obdan bilamiz. Sizlarning kulpat chekishinglar uningga egri to'yladi. Ya'ni uning ummatining kulpat va jafo mushaqqat chekishi uningga egri keladi. İmam Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Shak shubhisizki bu din osonlik ustiga qurilgandir. Uning butun belgilamalari oson, qulay va mukammaldir. Alloh taolo uni qulaylashtirib bergan kishiga bu belgilamalar osondir. U sizlarning hidoyat tepishinglarga herisdir. Ya'ni u sizlarning hidoyat tepishinglarga, dunyo va oxiratlik manfaatga erishishinglarga nihoyat herisdir. İmam Ahmad Abdullah ibn Mas'uddan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: Shak shubhisizki Alloh taolo biror narsani harom qilsa, uning haqiqatini kelgusida sizlardan biraringlarning xabardor bo'ladiganligini bilib harom qiladi. Bilinglarki, men sizlarning belbig'inglardan tutib, sizlarning xuddi parvona yoki chivinlarning o'tqa tushib ketganiga o'xshash o'tqa tushib ketishinglardan to'siman. Mu'minlarga amroqdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Sana ergashgan mu'minlarga muloyim bo'lgin. Agar xish aqrabolaring sana osiylik qilsa, men sizlarning qilmishinglardan haqiqatan ado judaman degin. Nihoyat g'olib, mehribon Allohga yo'langin. Bu oyat mu payg'ambar alayhissalomni shundoq qilishga buyurib mundaq dedi: Ey payg'ambar, agar ular sana iman etishdan yuz o'rsa, sen Allah menga kifoya qiladi. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uningga tavakkul qildim, ya'ni Allohga yo'landim. Allohdan boshqa hech ahdidan umid kutmayman va hech ahdidan qo'rqmayman. U buyuk arshining Robbidir degin.
Allah Taala bu vaqtda mundaq degan: U mashriqning va mag'ribning Rabbidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni homiy qilib olgan, ya'ni hamma ishingni uningga topshirgan. U buyuk arshning Rabbidir. Ya'ni u hamma narsaning podshohi va yaratquchisidir. Chunki u bütün mahluqotlarning o'g'isi bo'lgan buyuk arshning Rabbidir. Osmonlardagi, zimindagi, ularning ichidagi va ularning orasidagi bütün mahluqotlar arshining ostidadir. Allah Taalaning qudratiga bo'ysunuvchidir. Allah Taalaning ilmi hamma narsani o'rab turguchidir. Allah Taalaning o'rinlashtirishi har narsada ijro bo'lguchidir. Allah her narsani himoya qilguchidir. İmam Ahmad ibn Abbas radıyallahu anhumadan Ubay ibn Ka'bning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ey insanlar, shubhisizki sizlarga o'z oranglardan payg'ambar keldi degan bu oyatdan suraning oxirigacha bo'lgan oyatlar Qur'oni Karimdagi eng oxirida nozil bo'lgan oyatlardir. İmam Buxoriy Zeydning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Tavba surasining oxiridagi bu oyatlarni Huzayma ibn Sabit yoki Abu Huzaymadan angladim. Biz yuqorida bayon qilganimizdek, sahabalardan bir turkum kishilar bu oyatlarni Payg'ambar alayhisalomdan o'rganib yod olgan. Huzayma ibn Sabitmu bu oyatlarni Qur'on to'plag'uvchilarga o'qib bergan chaqda bu oyatlarni boshqa bir qism sahabalarning yod olganligini ta'kidlaydi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Shuning bilan Tavba surasining tafsirini oxirlashtirdik. Jami hamd sanolar va madhiyalar Alloh subhanahu va taolo xosdir. Kelar qitimliq o'qishimizda sura Yunus tafsiridan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.